Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevral kuni Andijonda tug'ilgan. Amir Temurning 5-avlodi, Farg'ona hukmdori Umar Shayxning farzandi. 1530-yil 26-dekabrda Agra, Indiyada vafot etgan. Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoir, tarixchi, geograf, davlat arbobi, iste'dodli sarkarda, Boburiylar sulolasi asoschisi, Temuriy shahzoda bo'lgan. Bobur g'azallar, ruboiylar, tuyuqlar hamda qit'alar yozgan. Boburning 120 dan ortiq g'azallari, 200 dan ortiq ruboiylari, 50 ga yaqin tuyuqlari va bir nechta qit'alari bor. Necha davron g'ussasi bo'lg'ay mening jonimga xos. Ko'shki o'lsam tog'i bu g'ussadan bo'lsam xalos. Ohu vavoyla so'rdim dardu g'am hamsuhbatim. Boda ashki muqoni kim ko'rdi muningdek bazmi xos. Gar shikastim bo'lsa so'z ag'yondan tan etmadingiz. Kim shikastiga sabab olmosning bordur nasos. Oshiq o'lgach behuda devona bo'ldim bilmadim. Kim pari ruxsoralar ishqiga bu emish xolos. Xo'plarni ko'z ko'rib qon qildi Bobur bag'rini. Endi ko'zdan qon to'kar men kim budur anga qasos. Shoir aytadiki, hayot davomida chekkan ham tashvishlarim jonimga singib ketgan, hatto o'limini ham orzu qiladi. Faqat shu g'ussalardan qutulish uchun shoirning qo'shig'i nolalar, suhbatdoshi esa dard va g'am. Chayayotgan mayi esa ko'z yoshlari, ya'ni qonli yosh. Agar meni yorimdan boshqa birov sindirgan bo'lsa, malomat qilmang. Chunki hatto olmos ham o'ziga mos kuch bilan sindiriladi. Oshiq bo'lgach hushimdan ketdim, divonaga aylandim. Oldin bilmas edimki, pari yuzli go'zallarning ishqi odamni shunday holga soladi. Go'zallarni ko'rib Boburning bag'ri qon bo'ldi. Endi ko'zidan qonli yosh to'kadi. Bir parimin dilbani husniga moyil qilg'udik. Ko'zim ichra yer tutib ko'nglimdan manzil qilg'udik. Ko'nglimizga javr behad qildi ul nomehribon. Jonima 100 ming g'ama mehnatni hosil qilg'udik. Notavon ko'nglimga ishq qayg'uni keltirgudik. Ay shu ishratni ko'ngildan qayg'u zoyil qilg'udik. Qilmadi Farhodu Majnun o'zini rasvo men kabi. Kim bu navish ish emasdir, hech oqil qilg'udik. Ul pari ishqida Bobur jon berib, ahli ishq. Ishq atvorin ishq ahliga mushkil qilg'udik. Shoir aytadiki, bir pari, ya'ni nihoyatda go'zal yor uni telbalarcha o'z husniga oshno qildi. U yosh shoirning ko'zlarida joy oldi, ko'nglida esa doimiy maskan topdi. U mehrsiz yoki ko'ngliga cheksiz jafo qildi. Shoir joniga esa sanoqsiz g'am va mehnat orttirdi. Yorning ishqi zaif, charchagan ko'ngliga faqat qayg'u olib keldi. Natijada quvonch, aysh va ishrat ko'nglidan butunlay yo'qoldi. Shoir o'zini afsonaviy oshiqlar Farhod va Majnun bilan qiyoslaydi va shunday deydi: ular ham mening kabi o'zini rasvo qilmagan, chunki bunday ishni hech bir aqlli odam qilmaydi. Bobur o'sha pari ishqida jon berdi. Ey ishq ahllari, u o'z ishqi bilan ishq yo'lini boshqalarga ham mashaqqatli qilib ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, Zahiriddin Muhammad Bobur adabiyotimizga ko'p hissasini qo'shgan. U adabiyotning yorqin namunalaridan biri. Boburning ulkan san'atkorligi shundaki, shaxsiy kechinmalarini jiddiy umumlashma darajasiga ko'tara oladi va natijada asarlarida olg'a surilgan g'oyalar umuminsoniy qadriyatlar darajasiga ko'tariladi. Biz bu asarlarni o'qib, o'rganib borishimiz kerak.